kallasini olib tashlaymiz. Issiq, juda ham issiq ob-havo. Qana yashaysizlar bu yerda? Turistlar kelib, Merlionni yonida rasm tushadi, ya'ni Merlionda og'zidan suv chiqadi. Men senga O'zbekistonga salom dedim. Hello Uzbekistan. Hi, hello. How are you? O'zbekcha bilar ekanmiz. Assalomu alaykum hammaga o'zbek zaboni yurtdoshlar. Sizlar bilan men Davron. Ayni vaqtda Singapurdaman. Odatda Singapurga kelsam doim Dilxush bilan ko'rishamiz. Nima dedingiz hozir? Ketdik. Xullas, ko'rib turganinglardek vlogga qaytdim. Vlog olyapman. Bugun Singapurdagi kunimni sizlarga ko'rsataman. Nima qildim, qanaqa qildim, qayerga bordim, kim bilan ko'rishdim. Hammasini xudo xolasa bittama-bitta sizlarga ko'rsatib boraman. Singapurga juda ko'p marotaba kelganman va oldingi vloglarimdan hozir sizlarga lavhalar qo'yib beraman. Masalan, mana bu Singapur taomlari. Shu rasm Instagram sahifamda bo'lsa, mana avtor. Qo'shimcha 5 ta. Mana bu esa Dilxush bilan bo'lgan intervyumizdan lavha. Singapurga kelishingiz davomida siz qancha sarf qilgansiz? Ya'ni siz o'qishga kirishlarmi qanaqa o'zgarish bor? 55 kilomi deysiz? 55 kilo. Hozir mana 95 kilolik bo'ladi. Kunimiz soat 2 dan boshlandi. 2 da uyg'ondik. Nimaga? Kecha kelganman. Kelganimdan beri soat 4 bo'lib ketdi, uxlamadik. Ukam bilan sparring tushdik. Oxirgi marta Instagramimni ko'rayotgan bo'lsangiz, shunaqa MMA bilan shug'ullanib, o'zim ustimda ishlab, chempion bo'lib, shunaqa holatlar bo'ldi oxirgi marta. Deb sizlarni aldamayman, lekin base bor. Shuning uchun Dilxushbekka hali unaqa shans yo'q. Yo'q. Ajdarho. Va nihoyat biz humidity, namlikdan ichkariga kirdik. Do'stlar, qaranglar, men orzu qiladigan narsa. O'zimiz daydi yurganimiz yo'q, do'stlar. Hozir kamerani ustiga lensim tushib qolgan. O'tgan safar olgan vlogimdan uni xudo xolasa tez orada qo'yaman. Chunki bizga anaqa DJI kerak bo'ladi. 0322. Endi bilib oldinglar qanaqa kamerada syomka qilayotganimni. DJI. Olgan narsamizni farqini ko'rsatib qo'ymoqchiman sizlarga. Orqamni nima qilyapsiz Dilxushbek? Qoching orqamni. Xullas, mana hozir ko'rayotganinglar, mana lens, mashina oldik, $59 ga oldik. Mashina kichkina narsa. Qaranglar. Farqini sezinglarmi? Sal ozdimmi? Zo'r. Dilxushbekning boshlig'ining qizini konserti bor ekan, boshlig'i taklif qilgan ekan. 2 ta bilet berib. Shunga bormasangiz bo'lmaydi deb olib ketyapti. Nimaga? Endi o'zbekligingiz Yo'q, o'zbekligingiz bitta gap bor-da. Siz Singapurda yashayapsiz-a? Siz O'zbekistondan ketgansiz. Lekin o'zbekchilik sizdan ketmaganda, anaqa qilyapsiz, nima deydi? Ichingizdan o'tyapti. Yo'q, qo'y deyapsiz, shu boshlig'immi deyapti. Hurmat qilib qo'yay deyapsiz, ozgina bo'lsa ham deyapti. Paxta qo'ymayapsiz, lekin hurmat qilib qo'yay deyapsiz. Bormasam menga ishkal bo'lmasin deyapsiz, to'g'rimi? Miyazdan olasiz. Qanaqa miyazdan oladi, uka? Pianinada miyada qanaqadan oladi? 9 Singapur dollariga 2 kilometr masofa yuramiz. Bilasizlarmi, ichimdan suyunib ketyapman do'stlar. Vlogga qaytganimdan juda ham xursandman. Vlog olmaganimga ancha bo'lgan ekan, lekin yaxshi o'zim chiqib ketib qolmabman nimadan, gaplashishdan, boshqa narsadan. Shuni hozir Instagram sahifamga story qilib qo'ymoqchiman. Agar Instagramimni kuzatib borish niyatinglar bo'lsa, sizlar ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. U yerda videolar doimiy chiqib kelgan hozirgacha ham YouTube'ga o'xshab to'xtatib qo'ymagan edim. Kamera yonboshchasiga qo'yilgan, mikrofon, chet el va men yana vlogga qaytdim. Vlog olyapman. Biz orqada o'tiribmiz, orqa o'rindiqlarda ham taqish kerak. O'z taqish kerak hamma joyda, do'stlar. Taqish kerak. Singapur $10. Taxmin qilgan bo'lishinglar mumkin. Dollari bu. 100 ming. O'zbek so'miga 100 ming bo'ladi.
Ajoyib joyga olib keldi xushbu safar. Uyqumga bir yaxshi talant berilib ketdi. Lekin nimagadir birinchi qismidan keyin meni hayolimga kelayotgan so'zlar qanaqangi fransuz so'zlar, yuzimni haligi burunlarimni qilib gapiradigan so'zlar kelyapti hayolimga va bu narsa tabiiy menimcha. Xudo xolasa endi ikkinchi qismiga o'tyapmiz. Odobni saqlab qolgan holatda albatta men bu qismlarini sizlarga ko'rsatayotganim yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Bu endi konsert, bu endi klassika. Lalafa, fa degan so'zlardan keyin mana endi chiqib kelyapmiz sekin. Mashallah, kichkinagina qizcha o'ynayapti. Nima qilamiz endi Xushbek? Lau Passat. Esinglarda bo'lsa yillar oldin Lau Passatga borganmiz va esinglarda bora shu shrimp krevetka deydi-yu. Shundan yeganmiz, maza qilganmiz lekin. Lau Passat haqida ko'p ma'lumot bermagan ekanman oldingi vloglarimda. Bu safar qayerda, qanaqa holatda, nech pul, hammasini sekin-sekin bitta-bitta aytaman. Agar Singapurga kelib qolsanglar, 100% tavsiya qiladigan joylarimdan bittasi bo'ladi. Kelib, ovqatlanib, atmosferani ko'rib, undan bahramand bo'lib ketadigan joy xullas. Hozir ko'ramiz. Singapurga kelib Lau Passatga bormaslik bu xato. 1860-yillarda qurilgan bu tarixiy food market bugun o'nlab davlatlarning taomlarini bir joyda jamlagan. Eng qulay tomoni halol va halol bo'lmagan taomlar alohida rastalarda tayyorlanadi. Bu yerda odatda bir kishi 15-30 Singapur dollar atrofida bemalol ovqatlanishi mumkin. Kechqurun esa tashqarida mashhur Satay Street ochiladi va ko'mirda pishirilgan satayning mazasini sizga tavsiya qilaman. Agar Singapurning haqiqiy street food muhitini his qilmoqchi bo'lsangiz, Lau Passat ro'yxatingizda birinchi o'rinda bo'lsin. Farosat. Xullas, do'stlar, mana bu joyda kelgandan keyin halol, non halol, ya'ni non halol degani non bilan halol degani emas. Non so'zi bor, ya'ni halol bo'lmagan narsalar. Bu yerda bir-biri bitta joyda sotiladi, lekin ikkalasi ikki xil holatda, ya'ni bir-biriga xalaqit bermaydi. Kecha kechqurun shu bola kokos urib yorib yuboraman degan, hozir mana kokos topdik. Yo'q. Yo. Bo'lmayapti-yu. Asli qanchalik kuchli bo'lish kerak? O'zi mana shu siz maksimumingizga o'xshayapti. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Urib yorib yuboradimi yo'qmi? Hozir ko'rib davom ettiramiz-ku. Lekin yordi-yu, ochiq joyda yordi. Manaqa joyga urib ochib yuborishingiz kerak edi. Ayyo. Yo'q. Ha, endi o'xshayapti. Ana chachratyapsiz, mana qo'yib oling. Orqasidagi odam mana shu siqilyapti. He actually did. It's very high, Bo'ldimi? Menimcha yordi qanaqa? Ozgina ochiq qildi. Yorib hali buzib yuborgani yo'q lekin. Ya, buzib yubormadi. Uni biron joyga borib, masalan, urib yorib yuborsiz bo'ladi. Qo'lim tushab turdimi? Yordi, to'g'ri. Mayli. We will give it to him. We'll give it to you. All right? You happy? How are you? Are you? Yeah, hello. Say hi Uzbekistan. Just now Saturday, Sunday, holiday is 3 p.m. Men senga O'zbekistonga salom dedim. Hello Uzbekistan. Hi, hello. How are you? O'zbekcha bilarkanmiz. You Satay best Satay? Yeah. Okay. All We right. cooking 1 year more. More 1 year more. Yeah. You don't quit. Yeah, don't have that. No, you don't quit. Oh. Okay, thank you. 10 ta Satay tovuqli olsanglar 9 dollar bo'ladi Singapur puliga. Agar sizlar ham menga o'xshab shrimp ishqibozlari bo'lsanglar 22 dollar bo'ladi. Yorigan kokosini ichib o'tiribdi. Ukam. Siz shrimpga qiziqmaysiz? Mana shunaqa holatda pishyapti mana. Wim. Your name is Wim, yeah? Yeah, win. Wim mana pishiryapti chiroyli qilib. Krevetkalarni ham, tovuqlarni ham. Aytdim mana kalmar ham bor. See this one calamari. Kalmar, yeah? Yeah, from Beautiful. chicken. Okay. Kalmardan boshlab beramiz sekin. Kalmar, bilasizlar, Squid Games deydi-yu. Shuda. Kalmarlar, bismillah. Kalmar o'zi halol. Bismillah.
bo'lgan narsani yeyman jigit. Bilmadim, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Meni o'ylashim bo'yicha mamlakatga borganda shu o'zini mamlakatni taomlaridan bahramand bo'lish kerak va bu taraflarda dengiz taomlari juda ham mashhur. Va albatta tekshirib qo'yish kerak baribir. Kalmar, shrimp masalalari o'zingizga kifoya bo'lgan narsalar, shuning uchun ehtiyot bo'lib, mana bu shrimplar men bu yerga kelishimni sababchisi. Assalomu alaykum, akaxonlarim deyapti-yu. Kallasini olib tashlaymiz. Endi Dilxushbek aytadi, bironta boshqa joyga borib ovqatlanaydi endi, tuzliroq ovqat yeydi deydi. Tuzli ovqat shu lekin. Yor, mana bunikini yo, shunikini yo, unikini bilolmadim, bir sirni hech olmadim. Singapurga kelganda must have. Olish kerak, yeyish kerak bo'lgan narsa must. Bu Bengawan Solo Singapur brendidan kofeli kek va nima edi? Pandan cake. Buni men Dubayga olib ketaman o'zim bilan. Nimagaligini tushundinglar. Singapurda Gollywood kinolarida ko'rgan qismlarida shunaqa joylar borki, ko'p yashillik yoki boshqa til bilan aytganda Singapurni bog' mamlakat qilib ko'rsatadigan joy bor. Bu joyning nomi Gardens by the Bay. Gardens bu o'zbek tiliga bog' bo'lib tarjima qilinadi va sizlar o'ylaganinglardek bu Singapurga kelganda bir marta kelib, birinchi bo'lib kirib ko'radigan joyi desa bo'ladi. Super glue deb nomlangan daraxtlari bor. Bular o'ziga yarasha funksiya bajaradi. Uning tepasi solar, ya'ni quyoshdan olinadigan energiya evaziga bog'ga, boshqa joylarga chiroqlar yetkazib beradi. Va bu chiroqlar, e'tibor bering, 1,5 million daraxtni yoritadi desa bo'ladi. Dilxushbek, men Singapurga kelgan odam, Singapurga tashrif qilgan odam birinchi bo'lib qayerga kelish kerak? Birinchi Marina Bay. Marina Bay. Ikkinchi lokatsiya Garden by the Bay. Cloud Forest. Cloud Forest yonida ham bor. Garden Forest. Okay. So, o'ylab qarasak, hamma tashrif qilish kerak bo'lgan joylar hammasi bitta joyda joylashgan. Hali piyoda yurib bemalol ko'rib chiqsa bo'ladi. Shunaqami? Shuttle anaqalar bor. E'tibor berib qo'yasiz. Shuttlelar bor. Shu orada o'ylayotgan bo'lishlari mumkin, agar Singapurga yoki janubiy sharqiy Osiyoga ketib kelmoqchi bo'lsanglar, sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, tur masalalari bo'yicha qanday qilamiz degan savol bor. Tavsiya qilaman. O'zimizning kompaniya Yo'l Travel. Nam, issiq, juda ham issiq ob-havo. Qanday yashaysizlar bu yerda? Bizga unchalik bilinmaydimi? Uncha bilinmaydi. Dubayga nisbatan lekin baribir yaxshi tomonlari bor, daraxt ko'p. Lekin yashash uchun qayerda tanlagan bo'lasiz? Yashash uchun deylik Dubay. Dubay. Yashagan. Nima Singapurga yashashga bo'lmaydimi? Singapurga yashashga zo'r, prosta kichkina-da bu joy. Kichkina. Tez zerikasiz. Tez zerikib qolasiz. Tashrif uchun zo'r lekin. Orqamdagi mehmonxonani hamma bilsa kerak. 5 yulduzli mehmonxona, tepasida esa ajoyib bo'lgan hovuzi bor, basseyn bor. Shu va mehmonxonada turish qancha kuniga? Juda ham qiziqda ko'pchilikka to'g'risi. Saytidan olinadigan bo'lsa $1,200 boshlanadi. $1,200. Ha, endi sezonga qarab. Kuniga. Endi $1,200 kuniga. Undan ham qimmat. Nima deysizlar, arziydimi, arzimaydimi unaqa holatda mehmonxonada qolish? Chunki mehmonxonani ichida sizlarga aytib beraman, kun davomida mehmonxonaning ichida bo'lmaysizlar. To'g'rimi? Sizlar tashqarida bo'lasizlar, aylanasizlar, yotgani kelasizlar. $1,200 arziydimi, yo'q? Kommentariyalarda yozib qoldiramiz. Juda ko'p mamlakatlarda bo'lganman, to'g'risini aytaman, Dubay bilan Singapur luks hayotni ko'rsatish bo'yicha menimcha ekspertlar bo'lsa kerak ikkalasi. Yana qayeri bor? Nima deb o'ylaysizlar? Yana qaysi joy shunaqa holatga olib kelishi mumkin sizni? Luks hayotni ko'rsatishi mumkin.
To'g'ri bezakli bo'lish mumkin. Lekin qaysi joy bor? O, Dilxushbek ketdi. Narigi tomonga qarab. Bu joyda bir ajoyib xususiyati bor do'stlar. Dilxushbek gapiradi, men eshitaman. Uzoqda. Nima deyapsiz Dilxushbek? Eshityaptimi? Men eshitib qo'ygan. Zo'ro'y, qanday unaqa holat bo'ladi? Uzoqda turibdi Dilxushbek. Nimalardir deng? Yo, obuna bo'linglar deng. Ha? Qattiqroq gapiring. Ana, eshitdim. Obuna bo'linglar. Sport bilan shug'ullanayotgan odamlarni ko'ramiz bu yerda. Hello. Shaharning ramzi bo'lgan Merlion. Merlion bu yarim baliq, yarim nima sher. Xullas Singapur so'zining ma'nosi ham shunaqa o'zi aslida. Shuning uchun hozir borib Merlionni nimadir-da anaqa ziyorat qilamiz nimada? Ha? Yo'qlab kelamiz. Yo'qlaymiz. Hozir borib Merlionni yo'qlab kelamiz. Merlionning asosiy xususiyatlaridan biri ko'pchilik turistlar kelib, Merlionning yonida rasmiy tushadi, ya'ni Merlionda og'zidan suv chiqadi. Shunga qarab rasmiy tushadi. Qanaqa qilishadi? Og'zini ochgan holatda-da. Qanaqa? Hozir borganda ko'rasiz. Men ko'rsataman. Bitta ko'rsatib bering. Itlarni ko'rsataman. Tig'im keldi. Voy. Ko'rasizlarmi? Yo'q, teparaman. Vlogimiz yoqdi degan umiddaman. Xudo xolasa keyingi vloglarda yana ko'rishamiz, choylashamiz. Faqat o'zingizlar fikrlarni qoldiringlar, nimalarni ko'rishni xohlaysizlar keyingi joylarda borganda. Sizlar bilan shu joylarga borib choylashamiz va butun kunimni o'tkazgan kunimni sizlar bilan bo'lishaman. Xayrlar sizlarga bo'lsa yozinglar, men shu joylarga boraman. Hozircha sizlar bilan xayrlashib turamiz. Allohga omonat.